Qur'on va Injil o'qish va anglash detali ishlab chiqaruvchilar o'zlarining applarining Xitoy hukumatining talabiga asosan bu davlatga olma do'konida chiqarib etilganligini bildirdi. Qur'on Majid nomli appni ishlab chiqaruvchi shirkat e'lon qilgan bayonotida ularning Xitoy doiralaridan bu to'g'riliq texnik ko'p uchurlarni saqlayotganligi bayon qilingan. İgilinishicha, Qur'on Karim detalining Xitoyda taxminan 1 million, dunyo miqyosida taxminan 40 million abonenti bor ekan. Xitoy koronavirusi yuqumining davomlashishi bilan Xitoy va Angliyada boshlangan ta'minlash krizisining ko'lami kun sari oshayotdi. Dunyoga dangliq uy jihozlari magnati IKEA guruhi energiya va yemaklik krizisi bilan kurash qilayotgan Xitoy haqida bayonot e'lon qilib, ta'minlash krizisi sababidan do'konlarda mahsulot kamchil bo'layotganligini bildirdi. Angliyada yaqinda muayyan kun sari kuchayotgan ta'minlash krizisi parcha sotish, yasamichilik va energiya sohalariga kengayib, davlatning iqtisodini zilzilaga keltirdi. Rossiya va Xitoy dengiz armiyalarining 2021 yillik birlashma dengiz manevri jarayonida Rossiya paraxodlari o'z tavalligiga daxl tarz qildi deb qaragan bir Amerika urush paraxodiga mudaxil qildi. Amerika bo'lsa Rossiyaning suv tavalligiga kirmaganligini bildirdi. Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqining vakillari Bermedagi siyosiy o'zgarishda hokimiyatni tortib olgan general Min Aung Hlaingning bu yilgi boshliqlar yig'iniga qatnashishiga yo'l qo'ymadi. Ammo Bermedan siyosiy bo'lmagan vakilning taklif qilinganligini e'lon qildi. Livandagi iqtisodiy va siyosiy krizisning cho'nqurilishiga ergishib, bu davlatdagi nurg'un kishilar qonunsiz holda Yevropaga ko'chish orqali hal qilish chorasi izlamoqda. İgilinishicha, Livanning yerlik pulining dollarga almashtirish nisbati 2020 yili 90% tushib ketgan. Amerika Davlatlik aviatsiya va olim qatnashi idorasi NASA 12 yillik Yupiter vazifasini boshladi. Yupiter atrofidagi Troya kichik sayyoralarini tadqiq qiladigan Lucy olim kemasi Cape Canaveral olim qatnashi punktidan Atlas 5 raketasi bilan olim bo'shliqqa qo'yib berildi. Indoneziyaning G'arbiy Java o'lkasida daryo tozalash xizmatiga qatnashgan 11 o'quvchi suvga g'arq bo'ldi. Indoneziya yerlik doiralari 150 o'rta maktab o'quvchisining G'arbiy Java o'lkasidagi Sileor daryosini tozalash xizmatiga qatnashganligini, navbatda suvga cho'kib ketgan bolalardan 11 ning jasadini topganligini e'lon qildi.